Qahramonlarimiz yer bilan tillashib, yerga mehr qo'yib, qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yuritib, o'z kasbidan baraka topgan samimiy va kamtar yurtdoshlarimiz. Demak, ularning ham hozir bizga so'zlab beradigan o'z hikoyalari bor. Mehr berib, shunga o'zingizni umringizni bag'ishlasangiz, hech qachon yomon bo'lmaysiz. Ko'nglim nozik. Darrov yig'lashga tushaman. Shu payt dadajonim aytadilar: "Qizim, bularning hammasi bejizga emas. Demak, sen rivojlanyapsan."